Assalomu alaykum azizlarim, sog' salomatmisizlar? Sizlar bilan g'oyibona ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Azizlarim, yozning issiq kunlari bilan charchamayapsizlarmi? Bugun sizlar bilan birgalikda karamli pirog tayyorlaymiz azizlarim. Uyda ozroqgina karam bor edi, shuni bir pirog tayyorlasam deb ko'nglimdan o'tkardim va shuni demak ahd qildim tayyorlashga. Azizlarim, keling unda tayyorlaymiz. Demak, bismillahirrohmanirrohim deb ishimizni boshladik. Mana ko'rib turganlaringizdek, bitta piyoz kattaroq, ikkita sabzi. Ana yaxshilab piyozimizni mayda qilib to'g'rab oldik hamda tabaga ozroqgina o'simlik yog'i soldik. Yog' qizigandan keyin piyozni ham soldim. Ko'rib turganlaringizdek, piyozni yaxshilab qovuryapman, tillarang bo'lguncha. Shu orada sabzi qirg'ichdan ham o'tkazib, piyozni ustiga solaman. Mana ko'rib turganlaringizdek, mana solyapman azizlarim. Ana endi asta-sekinlik bilan qovurishni boshladim. Azizlarim, mana karamim uncha katta emas, uni uzakli tomonlarini olib tashlaysiz. Qattiq tomonlarini olib tashlaymiz-da, yumshoqqina joylarini, demak, karamlarni bo'lib, parrak-parrak qilib to'g'rab olamiz. Demak, tabamizda piyoz bilan sabzi yaxshilab qovurilyapti, ya'ni dimlanyapti. Mana endi karamni solamiz azizlarim. Albatta tayyorlab ko'ring. Bu uyimizdagilarga hammaga teng yoqadi, katta-yu kichikka. Juda ham mazali bo'ladi azizlarim. Mana ko'rib turganlaringizdek, mana shunday holatda bo'ladi. Ana endi olovni past qilib, demak, qopqog'ini yopib qo'yamiz. 10-15 daqiqa dimlanib, ya'ni to'shit deyiladi. Rus tilida to'shit qilib qo'yamiz, ya'ni past olovda dimlab qo'yamiz. Shu orada tuz 1 choy qoshiqda, ya'ni 1 choy qoshiqda murch ham solib yubordim. Agar achchiq bo'lsa, sal yarim choy qoshiqda murch soling. Demak, bu sizning xohishingiz. Ana endi xamirga kelganda azizlarim, mana ko'rib turganlaringizdek, 1 stakan kefir uy haroratida, yaqday bo'lishi kerak emas, uy haroratida, demak, 1 stakan kefir, 1 choy qoshiq chayni soda solib, yaxshilab mana venchikda aralashtiryapman. Demak, tuxum 2 dona azizlarim. Mana ko'rib turganlaringizdek, uni ham yaxshilab venchikda aralashtiraman. Ana endi 1 choy qoshiqda tuzni ham solib yubordim. Demak, 1 stakan unni ham solib yubordim. Mana ko'rib turganlaringizdek, xamiri suyuqqina bo'ladi. Ana endi azizlarim, mana 4 osh qoshiqda o'simlik yog'i, uni ham solib, demak, venchikda aralashtirdim. Albatta opisaniyada yozib qoldiraman. Ana endi mana qolipimizga qog'oz to'shab qo'yganman, ya'ni gazeta to'shaganman. Gazeta ham bo'ladi. Pergament qog'oz bo'lishi shart emas. Ana endi mana shunday qilib aylantirib hamma yog'iga suyuq xamirni mana shunday solib oldim. Ana endi karamlarimizni, dimlangan karamlarimizni mana asta-sekinlik bilan solyapman azizlarim, ko'rib turganlaringizdek. Ana endi ozroqgina xamirimiz qolgan suyuq xamirni ham ustidan mana shunday qilib solib yuboraman. O'zingiz asta-sekinlik bilan yoyib chiqasizlar qoshiq yordamida. Mana shunday holatda bo'ladi. Mana tayyor. Endi duxovkamiz 180 gradusda qizib turibdi azizlarim. Demak, duxovkamiz tayyor. Mana duxovkaga qo'ydik. 180 gradusda 30-35 daqiqada pishib chiqadi azizlarim. Mana karamli pirogimiz tayyor. Rus tilida zaливной pirog deyiladi, ya'ni suyuq xamirli pirog deyiladi. Mana pirogimiz tayyor azizlarim, yoqimli ishtaha. Demak, asta-sekinlik bilan, demak, qolipdan xamirlarimizni olamiz, ya'ni pirogimizni olamiz azizlarim. Mana pichoq yordamida, mana ko'rib turganlaringizdek, mana shunday holatda bo'ladi. Ana endi asta-sekinlik bilan chappa qildik. Mana shunday gazetasini olib tashlaymiz. Mana orqa tomonlari ham yaxshi pishib chiqqan, qip-qizarib, mana ko'rib turganlaringizdek. Ana endi mana demak, karamli pirogimiz tayyor azizlarim. Sizlarga yoqimli ishtaha tilab qolaman. Keyingi videoroliklarga uchrashguncha deb qolaman. Sog' bo'lasizlar azizlarim.